Tağam zadı neymi oylayotgandı ha? Endi Xislat acamның to'y ishini chuqur astoydilroq o'ylash kerak-da. Oy balam. Astoydil o'ylashqidek nimasi var? Dadısı olsa liderken, balası olsa şirketin direktörüken. Onu olsa şunda kamlaşkan jigit dursa, bizden Xislat'ı tazı maskaya girek. Ay, meningki yo'g'lim aşında kamlaşkan olsa, muş beşimga toj qilib qistirattım mu? Abba, bu neyim degin ağamdı? Oy. Mömin anlappas köngülüge gelmemda. Vay balam, vay balam. Oy, möminni mi? Şunda xeridalig'idan kutib olaman go. Ha? Aka. Nemini o'ylab o'tirganda? Birden taxliqimni Sanchovkan bir o'ylashib olay. Oy, nemini o'ylashib ketarsa? Sen Xislatning to'yiga qo'shilamsan? To'yiga qo'shilmamsan? Shuni o'ylayapman qo'sho. Oy, buning o'ylag'idek nemisi var? Buncha jiddiylashib ketganiga qaraganda Xislat bu Po'lat degan adashni rost yaxshi ko'radi, nima? Xislat. Bu yoqqa chiqma bolam. Keling olib turib. Ha, aka, qandaq o'ylashding? Shanba kuni Po'lat uyga kelsin. Birga tomoq yeydi. Bili tamak yemdik tağa. Muş öy kilemde tağa. Ay Parizat. Mo'min ishkinglar Unalga o'xshashman degan gapni qayta takrorlaysizlar davomli, ha? Ay, Xislat, axir to'yini qildigan bo'ldikmi? Men taq qo'shilmadim. Ha? Amsa shanba kun öy gelsin dedin bu. Shu. Ha, uy kelsin deydigan gapim bor. Nimaga? Menga deginadi da. Yo'q. Uning o'zidan so'raydigan savollarim bor. Javobini olgandan keyin andin to'y qilsangiz bo'lamdi, bo'lmamdi, bir qarorga kelaylik. Jasur. Dadam Po'lat direktorni uy taklif qildi. Yilgi Xislat acam to'y qilmoqchi bo'lgan direktor bor-ku. Birga tomoq yeb, inondigan to'yga qo'shilgan, qo'shilmaydiganligini qaror qilgan. Hay, gap qotma. Nimandaq astoydil nim ko'ratsiz? Andincho adam o direktorni uyga kelamdika? Albatta kuldi-da. Akasi andin dadam qo'shildi emasmi? Dadamning ma'qulligini ilish uchun bo'lsin bu o'tkalda o'tish kerak-da. Nima o'tkalda o'tishga? Dadam deb qo'shilmagan tursa. Hay. Bili tamoq yeyish deganning o'zi yerim qo'shilganligi barobar. Meni uchun emas. Qandoq? Dadam bir ishni planlayotgandek qildi. Ha? Nimani planla? Po'latni qiynayotgan plan.
ko'rsam ajab jiddiy ishdan bo'lib qoldim ha. Bunda olsa normal emas. Dağdıl buluşum gerek. Rahmet. Ilg'i. Sizda. Mening gapim bek muhim emas, siz davrim. Ilg'i. Dadam shanba kuni sizni uyga kelib tamoq yeb ketsin deydi. Sizlarni uyga berib tamoq yemdikanmiz? Dadam shu bir ishni planlayotganmikin deb o'ylab qoldim. So'rsam faqat tepagil unimidi. Shu siz uyga borgandan keyin dadam shu ishimizning to'y qilish qilmaslik to'g'risida qaror chiqardi ekan. Bundaqda Agar besim bo'lib qolsa, bamsong'zim bo'ldi. Dadamga ish chiqib qoldi deb qo'yma. Oy, bunun nima bisim bo'ldi deysiz? Men cho'qim bir maqsad. Rasma? Dadamızdan bana bo'lgan ishonchni qo'l keltirish uchun bu o'tkalda o'tmay bo'lmaydi. Albatta, xo'shallik bilan borman. Siz bundan xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Ma'qul. Ben chiqdim. Rail kişileri cem bulgan bo'ptiq da. Qaysarka, qanaqroq kiyonjimo yaqinda yo'qimliq sukan tarqalib ketibdi. Ha, ma'qul. Sizmi shu? Do'konning cho'ng kichikligi bo'ldiki. Mush do'konni sog'ib 30 yil bo'ldimi? Yo'q. Bu mening ko'ni do'konimning o'rniga bergan do'kon. Men mushu kasb bilan shug'ullang'ili 30 yil bo'ldi. Olimka buni va do'konning bahosini yana ozroq nas deyishki bo'ldi. Bahada kelishkin bo'ldi ofkan. Ha. Qaysarka, Bu do'konning tijorat ahvoli qanday? Ticaret ahvali menda bilaman. Dehshat yaxshi. Bu atrofda qaysab o'tirmay emasmi? 9 ming kun ustiga o'ldirayotgan bor. Shuni bozorda yaxshi. Ticaret haqiqatan yaxshi. Shunam olimka? Tijorat yaxshi. Amsa qilakka o'tirib tursiz men mani deb ketay. Bo'ldi. Hozir kelay. Dada. Farisa. Nima bu? Polatdan so'rashib bo'lmaydi. Polat atikashda uyga tamoq keldi emasmi? Shunga so'rashga tegishli bo'lmagan savollarni yozib qo'ydim. Yezib qo'ydi? Nimin deb berma Polatga? Albatta. Sizlarni barmoqchi deb. Mushtumlar. Menda nima savollarni so'radi deb sal tamtirab qolyapman qara. Cho'nglar sizdan so'ramoqchi bo'lgan ishlar-da. Cho'nglar sizdan. Ha? Balkim shu avom ota-onangiz to'g'riliq so'rashi mumkin. Uydagida ota-onangizni qandayroq odamlikka bakrak ahamiyat berdi emasmi? O shu.
Bundaq desanglar hergiz bo'lmaydi. Lider bilan Amin adam to'g'risida qat'iy savol so'rmanglar. Hech nim so'ramamdi qanday? Oy, bu bo'g'iz kuyovuldan buni sormasak, nima so'raymiz? Shundigina apa. U ya bir atoqli shaxs bo'lmasa. Sizlar qiziqadigan savollar bo'lsa, mendan so'rsanglar bo'ldi. Bo'libmi? Po'latning o'z apisining qachon tugab ketganlik to'g'risida buni qat'iy og'zinglardan chiqarmanglar. Gap qilmay o'tirganmizda apa. Shunday emas. O'z vaqti menda so'ramaganlar qolmagandi. Bunda qilsak adil olmaydi juma achaq. Inisingillari, qarindoshlari, uningdagi o'qish tarixi degandek savollarni so'rasangiz bo'ldi, singlim. Lekin mashinangiz necha? Uyingiz bormi, yo'q? Egiz bino turamsiz, pastmi? Ha, uy oldingizmi? Degandek savollarni qat'iy so'rmaysizlar. Chunmi? Bo'libmi? Ammam bilan Farizat acham buloq bakrak qizg'idi. Bo'libmi Farizat? Bundaq savollarni qat'iy so'rmaysan, bildingmi? Gap qilmay o'tiray bulamdi. Bo'lsa, tamoq taklif qilgan bo'lgandan tamoq yeylik, savollar so'ralmasin bo'ldi. Qandaq? Elam. Uncha uloqib ketishning hojati yo'q bulam. Aka, Aka, nagmangda? At so'qma qildiganlar kelmoqchidi. Ha. Men azroq tayyorlik qilib qo'yay. Ha, bo'ldi. Ma'qul. qo'shtaga. Ish qilib, men deydiganni deb qo'ydim. Bo'lsa, yaxshiroq hamkorlashsak, ha? Apa, xislat bo'g'isi yo'ldishini bek qo'g'daydi juma. Xislatning oldida jasur hech qanday qishamiz. Jasurning bo'pti. Oy, bolam, unutib qaldingizmi ya? Esingizdan ko'tarilib qaldimi? Muslarning cho'ngchiyinglardan tortib, mush to'ygacha jasur hech ishni bizga maslahat solgan emas. Hamma ishni ma'qul o'z yolg'izi qaror qilib tugatdi. Yey. Men texi shu chaqda sizlar maslahat soldimki debman. Yo, nasho. Sizga desam Po'latga, bizning uyda dadamdan boshqa Farizat acham bilan ammamning qarorini bakrak bo'yin. Hammadan bek gibi chiqib shu ishkisi edi. Shu ularning savol javob berganda astoydilroq bo'lsangiz bo'ldi. Ko'nglimda san bo'ldi. Lekin dadam to'g'risida azroq uchirmaysangiz deb fikrim. Dadam? Misolan, olimkam odati nima yeyishgan biroq, nalar berishgan biroq, qanday faoliyatlarni qilishgan biroq degandek. Mening dadam shu odatda so'qmoq yasashgan biroq. So'qmoq? So'qmoq. Arangni shu mafka? Qaysar. Dada. Qaysar? Nimishqa do'konni sotmoqchi bo'lib qoldim. Men kasbimga vorislik qilsam, nimish qolmaydi? Alam, yana shu gapma. Bu gapni deyishmaydigan bo'ldik-ku. Bu so'qmoq yasash sening eng yaxshi ko'radigan ishing-ku. Yaxshi ko'rgachga izchil davomlashtirib kelding-ku. Her gün sahar turib birinchi qo'lga ashing do'kon ichishdi-ku. Hatto qor yomg'irdan do'kon taqmagan odam. Endi nimishqa to'y 'q 'qsizlar do'konni sotmoqchi bo'lib qoldi? Balam, sen xato tushunib qolsan.
necha yildan beri mening do'konni qishin yezin hardim charchidim demay etishimdagi sabab faqat sizlarni yaxshi qator qo'shish uchunla. Sizlarni och yalang'och to'q serin qo'ymay yaxshi qator qo'shish uchunla. Dada, hozir sizlar o'xshamaysizlar. Davr o'xshamaydi. Sizlar cho'qim hayotinglarni qimmatga ega qilishinglar kerak. Sizlarmi bizga o'xshash och serin qolmaslik uchun yashasanglar, hayotinglarni xorlagan bo'lasizlar bolam. dada. Gapingchi men oshgalonch qilmaslik uchunla pul uchun kasbingga varislik qilmoqchi o'tmanda dada. Senchi men shunday odamman? Mana. Sening mijozing mushu bolam. Bu so'qmoq yasash astoydillikni, savrchanlikni, eg'ir besiqlikni talab qiladigan bir kasb. Sening mijozing bu kasbni qilishga tushmaydi. Ota-bobomizdan qolgan retsept sening qo'lingda buzilib ketsa, texmi bo'lmaydi. Sen cho'qim boshqa bir ish qilishing kerak. Men nima ish qilishimni qaytdinglarsan? Meni yaratmaysizlar shundaymi? Men nima qilsam xato? Eshbama endi so'qmoq yasashga yaramaydigan odamga aylanib qoldimmi? Qaysar nima ish qilyapsan? Nimkaya! Nimkadan voqeacha! Jasur. Men nima ish qilay? Meni yaratmaysizlar. Men to'van ko'rsizlar. Sizlar qachon haqiqiy ko'ngilsiz boqqan? Sen qachon ko'ngil bilgirak chiqib baqqan? Sen qaysi bir insonni rozi qilib baqqan? Qachondan ishlarib yuryapsan bu? Nima bo'ldi? Nimaga buncha chiqib ketdin? Ha? Yana ishlarga o'xshamamsan? Ha? İşteydim. Ben işteyerishim başka nima ish qila olayman men? İşteyapmi nima? Shunda bo'lsa, dadamning kasbiga varislik qilay deyapman. Sana o'xshash pul o'zidan ortmidi. Nima deyapsan? Jasur. Akam boqapsan? Qaysar nima bo'ldi bu? Voy, nima bo'ldi? Voy, nima vayronchilik bu aka? Dada. Qaysarga nima bo'pti? Yana bir ish beribdi-mi? Nima? Qaysar? Buni Qaysar qildimi? Voy aka, buni shundoq yaxshi bo'lib ketdi deb qo'shilsam, yana men borganda bunga. Voy aka, voy bo'ldi. Voy qo'y aka, bularga aytma aka. Sen al bunu. Aka! Voy, adamni qo'rqadi. Voy aka, ne bo'ldi? Dada! Aka, ko'zim ochar. Aka! Canım dada! Aka! Sizlar, qaringlar. Voy, opani ko'ryapsan. Voy, dada. Voy, dada. Bo'ldi? Voy, amam nima bo'ldi? Opam emas, tog'am. Tog'am? Dada! Voy, dada. Berna, so'mkam, qo'shim so'mkam bor. Jasur, tutamani. Ay, Jasur, dadamga nima ish oldi? Voy, Qaysar. Hamsini qilgan Qaysar. Shu ishlarga o'xshaydi. Qaysar? Qaysar nima ish qildi yana? Voy, do'konga kirsam, butun so'qmoqlarni to'kib yetibdi. Nakatga tavozim yo'qoldi. Aka, adamni qo'rqatmag'ini. Aka, ko'zimni ochar. Dadam qandaqroq ekan?
hayatın qanday xil yaxshi ama. Sen chiqib aramasang bo'ladimi? Qarag'im. Chiroyi tatirib ketibdi. Oqirat. Endi aka. So'g'mon apa. Juda chiqib boramalayli. Juda. Bu yerdan bo'lgan asirga chiqib aramayman. Erna, siz mi çıkıp aramayın? Ay, Rana. Nima? Tek topamdingizmi? Apa, Qaysar telefonini ityapti. Tek topamapti. Rana'ga digine qaytib kelsin. Soğuq tegib qamsın o qizga yana. Rana, qaytib kelingay bo'ldi ukam. Ha. Qaysarcha kichik bo'lgandan keyin uy kelgan yo'ldan ezib ketmas. Qaytqisi kelgan o'z qaytib keldi. Rana apam Qaysar kichik bal bo'lmagandan keyin kelgisi kelgan o'z keldi deydi. Siz o'zingiz qaytib kelingay bo'ldi ukam. Ha. Xo'sh. Bolam, akam qandaqroq? Hayatım şu kelgan ta'zir uxlab qoldi. Xotirjam bo'l. Yuragim endi o'rniga tushdi. Ben qo'rqib ketdim bolam. Japa tatdingmi o'g'lim? Yo'q. Qaysarchi. Telefonini itilib yo'q qo'tan. Rana bir do'sti bilan Qaysar bog'dek liyabus berib izlayotdi. O'g'il qaytib kelib baqsin qandaq qilibdim ekan men. Jasur, bu yoqqa kelib